Ya, keyingi safar kelganingizda tonalkani umuman sizga tushmayotganidan qo'yay. Ya, shuncha chiroyli qilib qo'ydim. Chachim qo'qibmanida. Bir atmetga qilmadingiz Instagramga. Voy, rahmat, ulug'shaman. Rosa chiroyli qilib qo'ydingiz deb. Nima siz sir saqlash yaxshi ko'rasizmi deyman-da, o'zim bitta chiroyli bo'lib yuraman deb siz masteringizni ham bekitib yurasizmi deyman. Asal bunday atmetga qilmaydimi Instagramga? Endi belim qotib 2 soat sizdan kam pul olib makiyaj qilsam-u, bitta rahmat degan video atmetga ola olmasam. Odam bunday bo'lmabdi. Mashhur yulduzlardan bo'lib keting, atmetga qilmay.